Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurshid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bugun 1933 yılı Qashqarda qurilgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining 91 yilligi ve 1944 yılı G'uljida qurilgan Sharq Turkiston Jumhuriyatining 80 yilligi munosabati bilan bayonot e'lon qilib, har qaysi ellardagi Uyg'ur tashkilotlarini, siyosiy faoliyatchilarimizni va avom xalqimizni 12 noyabr Cumhuriyet bayramimizni butun dunyo miqyosida keng ko'lamda dag'dug'i bilan xotirlash orqali o'zlarining mustaqillik orzusini va milliy irodasini xalqaro jamoatchilikka yana bir qatim namoyon qilishga chaqirdi. Qurultayning bayonotida mundaq deyilgan: 12 noyabr bo'lsa Sharq Turkiston xalqi uchun tarixiy ahamiyatga ega muqaddas bir kun, sharafli bir kun, g'urur va iftixorlanish tuyg'usi bilan eslashga tegishli bir kun. Shundaqla butun Sharq Turkiston xalqining shonliq bayram kuni, shehidlar kuni, g'ozilar kuni, qahramonlar kunidan iborat. Söyümlük qahramon ajdodlarimiz ayni chog'dagi intayin zo'r va murakkab sharoitlarga qaramasdan 1933 yili 11 ayning 12 kuni Qashqarda Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatini, yana 1944 yili o'xshash oy va o'xshash kunda G'uljida Sharq Turkiston Jumhuriyatini qurib chiqish orqali butun Sharq Turkiston xalqining kurash irodasini, qahramonlik ro'yini va o'ziga o'zi xo'ja bo'lib mustaqil yashash orzusini dunyoga namoyon qilgan edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi butun Sharq Turkiston xalqining Jumhuriyat bayramini qutluqlash bilan birga bizga muqaddas ishki jumhuriyatimizni baxsh etgan va bizga qimmatli angishtarlarni miros qoldirib ketgan Sobit Domillam, Xo'janiyaz Hoji, Muhammad Emin Bug'ra, Elixon To'ra, Ahmadjon Qosimiy boshchiligidagi butun qahramon ajdodlarimizga cho'nqur ehtirom bildirdi. Sharq Turkistonning milliy mustaqilligini qo'lga keltirish yo'lida shahid bo'lgan butun aziz shahidlarimizni cheksiz sevgi ichida abadiyan yod etdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lish sifatimiz bilan har qaysi ellardagi Uyg'ur tashkilotlarini, siyosiy faoliyatchilarimizni va avom xalqimizni 12 noyabr Cumhuriyet bayramimizni butun dunyo miqyosida keng ko'lamda dag'dug'i bilan xotirlash orqali o'zlarining mustaqillik orzusini va milliy irodasini xalqaro jamoatchilikka yana bir qatim namoyon qilishga chaqiramiz. Sharq Turkiston xalqining jumladan Dunyo Uyg'ur qurultiyining navbatda ilib berayotgan milliy harakati bo'lsa, dal yuqorqi ishki jumhuriyatimizni barliq keltirgan milliy kurashimizning davomi bo'lib, xarakter, g'oya va maqsad jihatda birdeklikka ega. Bu sharaflik va muqaddas da'vo uchun yuksak ishonch va ixlos bilan kurash qilayotgan hozirgi zamon fidokor avlodlarimiz bo'lsa, yuqorqi ishki jumhuriyatimizning haqiqiy meroschilaridan iborat. Gerçi bu ishki jumhuriyatimiz ayni chog'dagi imperialist kuchlarning siyosiy suiqasdi natijasida o'zining mavjudligini saqlab qololmagan bo'lsa-mu, ammo bu ishki jumhuriyatdan Uyg'ur xalqiga intayin qimmatli angishtarlar meros qolgan edi. Bu angishtarlar milliy mustaqillikning simvoli hisoblangan oy yulduzliq ko'k bayroq, istiqlol marshi, davlat girbi va bu angishtarlarni keyingi avlodlarga meros qoldirish yo'lida shahid bo'lgan sonsizlagan qahramonlarning kurash irodasi edi. Bugun chet ellarda faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tashkilotlarining hammasining 1933 yili qurilgan Tunji Cumhuriyet tarafidan qabul qilingan oy yulduzliq ko'k bayroqni Sharq Turkistonning davlat bayrog'i sifatida javlon qildirib kelayotganligimi, navbatda ilib berilayotgan milliy harakatimizning ayni chog'dagi mustaqillik kurashimizning davom ekanligini munozir talab qilmaydigan holda ro'shan ko'rsatib turmoqda. Sharq Turkiston xalqi o'zining mustaqillik irodasidan hech bir zaman bo'shib qolgani yo'q. Muhojiratdagi fidokor xalqimizning uzun yillik tinimsiz kurash qilishi va o'zlarining milliy irodasidan aslo voz kechmasligi natijasida bugun Sharq Turkiston masalasi rasmiy yo'sinda xalqaro bir masalaga aylandi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining, Yevropa Birligining va Amerika boshchiligidagi muhim davlatlarning kun tartiblaridan o'rin olishga boshladi. Muqaddas vatanimizning hech bir zaman Xitoyning bir partisi bo'lmaganligini, Xitoyning mustamlikasi ostidagi bu aziz tuproqda yashayotgan Uyg'ur xalqining o'ziga o'zi xo'ja bo'lib, hur va mustaqil yashashni orzu qilganligini va bu g'oyasiga yetish uchun har qanday zo'r badallarni to'lashga hozir ekanligini butun dunyo jamoatchiligi to'nib yetdi. Shuningga ishonchimiz komilki, qaysar, kurashchan, fidokor, ixlosmand Uyg'ur xalqi o'zining mustaqillik g'oyasiga hamon bir kuni cho'qim yetidi va qahramon ajdodlarimiz miros qoldirib ketgan oy yulduzliq ko'k bayrog'imizni aziz vatanimizning samolarida javlon qildirish sharpiga noil bo'ladi. Yoshsin Sharq Turkiston!
Argentina Jinoiy ishlar Federatsiya Oliy sudida guvohlik berish va Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan Uyg'ur kishilik huquq qurilishi tarafidan 2022 yil 17 avgust kuni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligida bevosita javobgarlik bo'lgan Xitoy amaldorlari ustidan Argentina sudiga sunilgan arizning davomlashishiga haydakchilik qilish maqsadida navbatda Argentinaning poytaxti Buenos Airesda faoliyati bo'layotgan qurultayning sobiq raisi Dolqin Aysa va qurultayning oliy maslahatchisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat apandilarning stansimizga bildirishicha, ariznoma sunilgan 2022 yildan buyon Xitoy hukumati mazkur arizning Argentina sudi tarafidan qabul qilinishining oldini olish uchun butun rezil vositalarning hammasini ishga solgan. Bir tarafdan bosh arzdor o'rin Dunyo Uyg'ur qurultayini Argentina hukumati va matbuotlarga Xitoyni parchalashga urinayotgan zo'ravon terroristik tashkilot deb shikoyat qilsa, yana bir tarafdan Argentina hukumati va Argentina yuqori sud mahkamasiga besim ishiltib, ulardan Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan Uyg'ur kishilik huquq qurilishi tarafidan sunilgan arizni rad qilishni talab qilgan. Agar arizni qabul qilgan taqdirda Xitoy Argentina munosabatlariga og'ir darajada ta'sir etadiganligi haqida tahdid solgan. Garchi Buenos Aires arziyat sud mahkamasi 2023 yil 12 oyda bu delo ustidan sud ochmaslik, arizni arxivda saqlash haqida hukm chiqargan bo'lsa-mu, ammo Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishi sudning bu qaroriga norozilik bildirib, Argentina Federatsiya Jinoiy ishlar Oliy sudiga ariz sunish natijasida Argentina Jinoiy ishlar Federatsiya Oliy sudi 2024 yil 11 iyul qaror chiqarib, Buenos Aires arziyat sud mahkamasining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi delosi ustidan sud ochmaslik qarorini og'dirib tashlagan. Shundaqla taftish doiralarining darhol tekshirish boshlashni buyurgan edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining angliyalik advokati Michael Polak bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida bu ziyonkashlik uchirg'uchilar jinoiy ishlar sudida o'zdir ko'rgan qiyin-qistoq va ziyonkashlik to'g'risida tunji qatim dalil isbot beradigan fursat bo'lib qoladi. Ishonamizki, tekshirish bosqichi boshlangandan keyin sud mahkamasi dalil isbotlarning javobgarlarni qo'lga tushirishdan iborat bir yo'nalishni ko'rsatib beradiganligini cho'nqir his qiladi va javobgarlar ustidan tutish buyrug'i chiqaradi deb ko'rsatgan. Va dunyodagi demokratik davlatlarni Xitoyning Uyg'urlar qaratayotgan zulmini to'xtatish haqidagi chaqiriqlarni yanglashga chaqirib, jinoiy javobgarlikni kapolatga ega qilishning dunyoda adolatni saqlab qilishda intayin muhim roli borligini eskartgan edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan Uyg'ur kishilik huquq qurilishi tarafidan ispancha hozirlanib, Argentina sudiga sunilgan 34 betlik dastlabki ariznomada vatanimizdagi irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlarga bevosita yetishlik bo'lgan ham javobgarlik bo'lgan Xitoy davlat raisi Shi Jinping, Xitoy Markaziy siyosiy qonun komitetining mudiri Ming Jianchu, atalmish Abnum rayonlik partkomning sobiq sekretari Ching Chuangu, muavin sekretari Chu Hailun, atalmish Xinjiang jamoat xavfsizlik nazoratining naziri Wang Mingshan, Xitoy Markaziy bexatarlik markazining mudiri va Xitoy xalq qurultiyining raisi Li Jianshu qatorliqlarni o'z ichiga olgan 30 nafardan ortiq Xitoy amaldorining atalmish oshqo'llikqa qarshi turish degan niqob ostida vatanimizda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarni qattiq bostirish, millionlagan begunoh xalqni jazo lagerlariga, turmalarga solash, qiynash haqida har darajalik hukumat organlariga tushirgan buyruq va yo'l yo'riqlari tafsiliy o'rin olgan. Ariznomada yana qo'rchoq amaldorlardan Xitoy xalq qurultiyining muavin raisi Naim Yasin, atalmish Abnum rayonlik xalq qurultiyi doimiy komitetining raisi Shavkat Imin qatorliqlarim kirgizilgan bo'lib, Argentina jazo mahkamasidan ariznomada o'rin olgan Xitoy amaldorlarini jinoiy javobgarlikka tortish talab qilingan va ularning jinoiy qilmishlari haqida ko'plagan hujjat va dalillar sunilgan. Ariznomada yana opsi jazo lagerida shahid bo'lgan va akisi bilan inisi hozirmi ham jazo lagerlarida tutib turilayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi Dolqin Aysa, lager shahidlaridan Qalbinur Sidiq, Gulbahor Jalilova, Mehrgul Tursun, Gulzira Avolqon, Sayragul Savutbay, Fatima Abdug'upur va tadqiqotchi Adrian Tsens qatorliqlarni o'z ichiga olgan 50 nafardan ortiq shahidlarning Xitoyning irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlar haqida bergan guvohliklarimi tafsiliy o'rin olgan. 2024 yillik Amerika prezidentlik saylamining natijasi e'lon qilinib, sobiq prezident Donald Trumpning 47 navbatlik Amerika prezidenti bo'lib saylanishi Xitoy hukumatini to'liq bearam qilayotganligi ma'lum. Bu hol Fox xabarlarining 7 noyabrdagi xabarida o'rin olgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Mauning saylam natijasi ma'lum bo'lgandan keyin davlatimizning Amerika siyosati izchil o'zgarmaydi. Biz Amerika-Xitoy munosabatini o'zaro hurmat, tinchlikda birga turish va hamkorlik asosida davom qilamiz degan. Ammo Tayvan davlatlik universitetining professori Yuan Jujing saylam harpisida cho'ng quruqliq sayohatidan qaytib kelgan bo'lib, bu haqda Fox xabarlarining ziyoratini qabul qilgan. U
Xitoy aholisining umumyuzlik holda Donald Trampning prezident bo'lib saylanishi biz uchun zulmatlik bir bo'ron chopqindan bishorat deb qaraydiganligini, yolg'iz Xitoy fuqarolari emas, Xitoydagi ko'plagan mutaxassislarningmi Trump prezident bo'lib qolsa, buningdan keyingi 4 yil ikki taraf munosabatini tarixdagi eng nachar ahvolga tushirib qo'ydi deb qaraydiganligini alayda eskartgan. Bo'libmi Donald Trump saylam raqobati jarayonidagi nutqlarida ko'p qatimlab ishlab chiqarish nuqtalarini Amerika tavasiga qaytarib kelish va Xitoydan import qilingan tovarlarga hassilab boj qo'yishning zarurligini ta'kidlagan. Bu hol uning sobiq prezident bo'lib xizmat qilgan mezgilidagi Xitoy bilan bo'lgan savdo urushi masalasini bu qatim yangidan kun tartibga kelib chiqadiganligida oshkor bishorat deb qaralgan. Shunga Xitoy iqtisodiy lingishib kelayotgan bundaq vaziyatda ishlab chiqarish va eksportga tayinib iqtisodni yuksaltirayotgan Xitoy uchun buning qattiq zarba bo'lganligi Xitoylarni bekma andishiga solgan. Xitoy ijtimoiy taratqulardagi reysinash mutlaq ko'p qism Xitoylarning Amerika izchil bizni qismoqqa ilishni qaslaydi deb qaraydiganligini ko'rsatgan. Xabarda aytilishicha, Bucknell Universitetining Jufa milliy Xitoy professori bu vaqtda to'xtalib, hozir 80% Amerika xalqi Xitoy haqida salbiy qarashda. Bu bekmi qo'rqinchli reallik degan. 2020 yili oldingi navbatlik Trump hukumatining tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizgan yuqori besimliq bostirish siyosatini irqiy qirg'inchilik deb jakarlagan edi. Bu qaror keyincha Amerika hukumati va bir qism g'arb ellarining Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqida qaror ilishiga zo'r darajada turtki bo'lgan. Shuningdan buyon Mike Pompeo Xitoyning eng asosli hujum nishonlarining biriga aylangan. Hatto vatanimiz Sharq Turkistondami Mike Pompeoga kurash qilish harakati qanot yaydirilgan. Bu sababdan vatan ichida Mike Pompeo degan bu sharafli ismni bilmagan Uyg'ur qolmagan edi. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishkish omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.